Ko'pchilik bilmaydi, juda kerakli funksiyasi mavzusida sizlarga ko'rsataman. Yangi telefoningiz, eski telefoningizdagi ma'lumotlar yo'q, topolmayapsiz. Nima qilish kerak? SAP akkauntini ochasiz. Asroqqa tushganingizda hisobotnomalarga kirasiz, ma'lumotni tiklashni bosasiz. Bu yerda siz barcha ishlatgan telefonlaringiz chiqib keladi. Xohlagan telefoningizni bossangiz, o'sha telefoningizdagi o'sha vaqtda ishlatgan ma'lumotlaringiz, ilovalaringiz, hamma narsangiz birga-bir shunday chiqib keladi. Va oxirgi ishlatganim S25 Ultra ekan. S25 Ultrada kontakt, parametrlar, ilovalar, asosiy ekran tuzilishi, soat, xabarlar va qo'ng'iroq kontakt hammasini saqlab olgan 8 GB ma'lumotga shuni tiklashni bosamiz. O'rnatish. 15 minut ichida kunni birga-bir ma'lumotlaringiz yuklangan, tayyor holatda chiqadi. Asosiy ekranda paydo bo'ladi shu narsalar. Hozir sozlanmoqda. Sozlanmagandan keyin 15 daqiqadan sizlarga ko'rsataman. Ham qo'yadi, ilovalarni ko'rib chiqamiz. Mana shu ham ilovalarimiz tayyor holatda. Bo'ladi fon rasmgacha. Bu videoni Samsungda ma'lumot saqlab olmaydi deydigan iPhone chiqarishiga yuborib qo'yamiz.